Stilka haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Stilkamizning o'zi poliuretan moddadan tashkil topgan, tarkibiga turmalin qo'shilgan. Turmalin o'zidan manfiy ionlar va infraqizil to'lqin tarqatadi. Bu infraqizil to'lqin manfiy ionlar qon aylanishini yaxshilab berar ekanda, mushaklarda va bo'g'imlardagi og'riqlarni yo'qotib berar ekan. Undan tashqari butun tanadagi toksinlarni chiqib ketishiga yordam beradi. Yana bitta zo'r xususiyati, organizmda to'plangan ortiqcha yog'lardan xalos bo'lishga yordam beradi. Endi qaranglar, mana bu nuqtalarimiz bor. Mana bu poloviy organ, ya'ni jinsiy organlar, ichaklarimiz, siydik qopi, buyrak, yurak, o'pka, mana qolgan organlarimiz hammasidagi modda almashinuvini o'zgartirish natijasida organizmda tiklanish ketar ekan. Bitta og'riq uchun emas bu butun tanadagi muammolaringizni hal qilishga yordam beradi. Mana shu hozir gapirib o'tirgan gaplarimning isboti, mana 1,5 yil davomida mijozimiz mana shu stilkadan foydalanish natijasida qon bosimidan xalos bo'ldi. Buyrakdagi butun organizmdagi tuzlar haydaldi. Hozirgi vaqtda tana vaznidan 7 kilo vazn tashadi. Mana bitta stilkamiz faqat bitta og'riq emas, butun tanamizdagi holatni, ya'ni muammolardan xalos bo'lishimizga yordam berdi.